Yunusobod atrofidan tayyor patkulich holatda uchastka so'raganlar uchun 2 sotuvli mana shu uchastkamizda hamma mebel texnikasi bilan birga sotiladi. Lokatsiya juda ham zo'r. Yunusobod 10-kvartal ro'parasidagi Avliyo ota mahallasi joylashgan. Betonkadan 200 metr kirganimizda bo'ladi. Ortiqcha anaqa postlada turib, probka degan narsalar yo'q. Mahallaning o'zi shundoqgina betonkaga ulanib ketgan. Uyimizning planirovkasini ko'rishimiz mumkin. Ikkita mashina sig'adigan joy, bu yerda letni kuxna joylashgan, tapchanli joylar, binoning tagida podvollari ham bor. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimiz mana shunaqa chiroyli hol bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda kuxnani ko'rishimiz mumkin. Полностью komplekt holatida. Bundan tashqari to'g'rida katta razmerda katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Unga ham chiroyli mebellar qo'yilgan. Plus bitta umumiy sanuzilni ko'ramiz va bitta zal, mehmonxona joylashgan. Endi ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, ikkinchi etajimizda 3 ta xona joylashgan bo'ladi. Bittasi katta zal, mehmonxona ko'rinishida, bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bitta bolalar yotoqxonasi va yana bitta umumiy sanuzilga ega bo'ladi. Ko'rib turganingizda, juda ham chiroyli remontdagi uchastkamizda hamma narsasini shunda tashab ketamiz deyapti. Narxi $185 ming, hali kelishiladigan joyi bor. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz.